Bugungi mavzu 5-guruh kationlari, ya'ni surma. Surmaning +3 va +5 oksidlanish darajali elementlari. Kimyoviy belgisi S oksidlanish darajalari +3 va +5 ni namoyish etadi. Metalloid element ko'pchilik birikmalari toksik, ammo ayrimlari tibbiyotda muhim hisoblanadi. Surmaning tibbiyotda qo'llanilishi, ya'ni +5ligi. Pentavalent surma birikmalari. Meglyumin surmen, ya'ni glukantin, ikkinchisi natriy surma glyukanat, pentastam. Asosiy qo'llanilishi leishmaniz, teri shilliqlarda va serial shakllarida qo'llaniladi. Ba'zi protozoa infeksiyalarda ham ishlatishsa bo'ladi. Surmaning +5lik ta'sir mexanizmi parazit hujayralarning energiya almashinuvini izdan chiqaradi, ATF sintezini kamaytiradi, parazitni nobud qiladi. Toksikligi +3ga qaraganda pastroq hisoblanadi. +3ligining tibbiyotda qo'llanilishi ko'proq toksik, ya'ni foydalanish cheklangan hisoblanadi. Tarixida tartar surma, ya'ni emetik vosita hisoblanmagan. Antiseptik xususiyatli preparatlar parazitlar kasalliklarida ishlatilgan, hozir kam qo'llaniladi. +3ligining analitik reaksiyalari vodorod sulfit bilan reaksiyaga kirishganda apelsin rang cho'kma hosil qiladi. Natriy sulfat bilan reaksiyaga kirishganda esa jigarrang sariq cho'kma hosil qiladi. Oksidlanish xususiyati +3dan +5ga qarab oksidlanadi, ya'ni bunda xlor va brom bilan. +5lik analitik reaksiyalari vodorod sulfit bilan bevosita cho'kma bermaydi. Qaytaruvchi muhitda SB2 va S5 cho'kma. Kuchli qaytaruvchilar ta'sirida +5dan sariq cho'kmagacha boradi. Sen xlorid bilan qaytarish reaksiyasiga kirishadi, ya'ni qora metal hosil bo'ladi. Analitik jihatdan juda muhim hisoblanadi. Ikkalasini bir-biridan farqlashda +3ligi vodorod sulfit bilan apelsin rang cho'kma hosil qiladi, +5ligi esa cho'kma bermaydi. Sen xlorid bilan esa SB hosil qiladi, +5ligi esa SB va uning +3 oksidlanish darajaligini hosil qiladi. Kompleks hosil qilish, zaif tartar kompleks, ya'ni kuchli tartar kompleksini hosil qiladi +5da. Oksidlanishda +3ligi oson oksidlanadi, +5ligi qiyin oksidlanadi. Xulosa qilib aytganda, surma birikmalari tibbiyotda asosan pentavalent shaklda, ya'ni +5 qo'llaniladi. +3lik birikmalar toksik, ishlatilishi cheklangan hisoblanadi. Analitikada asosiy farqlash reaksiyalari +3ligiga vodorod sulfit bilan apelsin rang cho'kma, +5ligi esa cho'kma bermaydi. Bu esa sen xlorid bilan qaytaradi.